Supurgi bo'lishdan orlanma. Qalb kaliti kitobidan. Tabiatan og'ir bosiq Manzura turmushga chiqqach yanada kamgap, g'amgin bo'lib qoldi. Aka-ukalari bu o'zgarishlarga parvo qilmadilar. Axir o'z tashvishlari boshidan oshib yotibdi. Ota hovliga kelganida esa uning qo'li ishdan chiqmaydi. Keksaygan ota-onaga har na yordam bo'lsin deb uringan. Hali supurib sidiradi, hali kir yuvgan, hali molxona tozalagan. Umringdan baraka top qizim, alqaydi ota. Uyingdagi yumushlar ham yetarli-ku Manzura oy, bag'rimizga kelganda charchoqlarni yozib ketgin. Qo'y shu ishlarni, unga joni achishadi onaning. Ha, tushgan hovlisida ish qaynaydi. Serdaraxt emasmi? Kuniga 2 marta supurilsa ham barg tushaverib, ivirsiydi qoladi. Erta bahordan qishgacha supurgan. Qolaversa, naqd 22 jon kirib chiqib turgach, har qanday hovli ham besaramjon bo'ladi-da. Momo qaynona, qaynona qaynota, 3 kelin, bola baqra, 5 qaynisingil, qaynog'a, Manzura kenja kelin. Ularning xizmatiga kirdi gapalak. Supurib sidirib bo'lgach, ovqatga unnaydi. Hali ovqat pishmay xamir ko'pchiydi. Ko'pchilikda bir qop 10 kunga yetmaydi. Kun ora xamir qorib non yopadi. Non yasagan ham, tandirga o't qo'ygan ham, yopib uzgan ham Manzura. Ro'yishligi uchunmi, boshqa ovsinlari hamma yumushni uning yelkasiga yuklashdi, qo'yishdi. Kuyov to'raning rahmi kelish qayoqda, parvo qilmaydi. Manzura nonushta qilmagan bo'lsa, shunga nima? Ota go'ri qozixonami? Kechda bir yo'la ovqatlanar. Bolalikdan sabrga o'rgatilgan Manzura mashaqqatli yumushlarni oddiy hol deb qabul qilardi. Hayot esa uning boshiga yangi sinovlarni solaverdi. Mana to'ylariga 2 yil bo'libdi hamki, farzand ko'rishgani yo'q. Qishloq hakimlari viloyat markazidagi ayollar shifoxonasida tekshirtirish uchun yo'llanma berishdi. Qaynonasi uni yumma taladi. 3 kelinimdan birortasi ham doktor yurmagan. Shaharga borishning o'zi bo'larkanmi? Otangiz cho'ntagingizga jaraq pul solib qo'ysin, ana o'shanda boring. Manzura miq etmadi. O'kinch yoshlarini ichiga yutdi. Oilaning katta kirini yuvish uchun qozonga suv to'ldirayotganida o'rtancha ovsini ko'chadan kira solib, "Buvi, Manzuraxonlar bilan bir kunda to'yi bo'lgan shaharlik Mahbubaxon bor-ku, Istarxon ayaning kelini. O'sha o'g'il tug'ibdi", dedi shang'illab. Subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh deya tasbih o'girib o'tirgan qaynonasi ovsinlari Manzuraga ishorat qilayotgan kuyi nimalardir deyishar. Aslida bular bizning tengimiz emasdi-yu. Qaynonaning bu gaplari yuragiga nashtarday sanchildi. Ko'z yoshlari yuzini yuvdi. O'rtancha ovsini nomiga 3-4 ta kirni chayqagan bo'lib, uyga kirib ketdi. Hovlidagi aylanador yuvilgan kiyim-kechaklar bilan to'ldi. Tushlikda ahli oila dasturxon atrofiga yig'ildi. Manzurani shunchaki manzirat qilishdi. "Yuvib olay, keyin yerman", dedi u ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun hech kimga qaramay. Quyosh ham rasa zabtiga oldida. Kelinchak yumushini tugatganida soat 2 bo'lgandi. Ahli oila salqin uylariga kirib mizg'ishmoqda. Uni ham charchoq yengidi, ko'ngli ovqat tilamadi. Sovuq joyni simirdi-da, uyiga kirib cho'zildi. Ko'zi ilingan ekan. Katta qaynog'asining bo'ralab so'kinishi qulog'iga o'qday kirdi. "Bu kichik kelinni boquvga olganmisiz buvi? Ertayu kech uxlagan. Hovlining ivirsiganini ko'ring. Ota-onasini chaqirtirib ko'rsatish kerak, qanday qiz o'stirishganini bilsin." Boshini ekkani quyi ayvonda turgan Manzura yonida kuyov to'ra paydo bo'ldi-da, yuz-ko'zi aralash shapaloq tortib yubordi. "Ertalab supurgandim, charchab qolibman, bolalar o'ynab", titroq tovushda dedi Manzura. "Kerak bo'lsa har soatda supurasan", o'shqirdi qaynona. "Xo'p bo'ladi buvi, kirdan keyin charchabman, men ham odamman-ku." "Hoy zotipas, sen odam emas, shu hovlining supurgisisan, bildingmi? Bolalar ivirsitib deymish. Avval eplab bittani tug', keyin gapir." Qaynona vajohat bilan qo'liga supurgi olib kelinning burniga taqadi. "Bu uyda shu supurgichalik ham hurmating yo'q." "Kechiring buvijon", vujudi titrab ketdi kelin sho'rlikning. Qaynona beshbattar jazavaga tushdi.
Manzuraning qo'lidan ushlab mehmonxonaga sudrab kirdi-da, cho'g'day qizil gilamga ilingan qadimiy pichoqlarni ko'rsatib, sen avvalo mana shu pichoqlarchalik hurmatga ega bo'l, keyin odamman deysan zot past, deb o'shqirdi. Ovsinlar, qaynog'alar biri miyig'ida kulib, biri xumrayib unga qarab turishardi. Manzura xo'rlik, nohaqlikdan esangragancha yig'lab hovlini supurdi-da, uyiga kirib ketdi. Yoshi yostiqni ho'l qildi, ammo kechgacha undan hol so'raguvchi bo'lmadi. Ochlikdan, xo'rlikdan sillasi qurib uxlab qoldi. Tush ko'ribdi. Ayvonda gullar muattar bo'y taratgan. Bulbullar xonish aylagan go'zal bog'da yurganmish. U bog' chiroyligidan lol bo'lib turganida qarshisidan oppoq libosli keksa otaxon chiqibdi. Otaxon Manzuraga qadrdonlarday tuyulibdi. U kelinning boshini silab so'z boshlabdi. Bolajonim, sabr qil. Bu bog' sabrlilar keladigan joy. Boshingga tushgan kunlarga roziliging uchun mukofot bo'ladi. Seni supurgi desalar xafa bo'lma. Ichingda Allohning supurgisiman, subhanalloh deya ming bora aytib dilozor bo'lgandan amalda poklikka intilaman degan qo'ygin. Tilidagina Alloh deydigan ayrim odamlar ana shunday nohaqlikka, adolatsizlikka yo'l qo'yadilar. O'z uylarini poklovchi supurgini oyoq osti qiladilar. O'lim, zulm, qurollarni esa to'riga ilib e'zozlaydilar. Qizginam, yodingda tut. Alloh bunday adolatsizliklardan pokdir. Yaratgan poklik keltirguvchi supurgi odamni e'zozlaydi. Zulmkorni esa jazolaydi. Kaltabin insonlar e'zozlab uy to'rida saqlovchi zulm quroli bo'lgandan ko'ra oyoq osti qilinsang-da, Alloh rizoligi uchun supurgi bo'lganing afzalroq. Yaqinda Parvardigor senga zurriyot beradi. Unga Ahmadulloh deb ism qo'y. Bolang Allohga hamd aytuvchi mo'min bo'lsin. Amin. Otaxon shunday deya ko'zdan g'oyib bo'ldi. Manzura uyg'onib, o'zida ajib yengillik his etdi. Ko'rgan shuni eslab, qalbga mehr, sokinlik indi. Asta o'rnidan turib, yana yumushlarga unnadi. Endi Manzura supurgi bo'lganidan shodlanib, Alloh qo'lida supurgi bo'lishlik yaxshi ekanini o'z ongida tasdiq qildi. Oradan bir oy o'tib, hakimlar uning qalbi ostida jajji yurakcha dunyoga kelayotganini xush xabarini berishdi. Manzura baxtiyor, zero onalik baxti Alloh bergan taqdiriga roziligi, itoati, sabri uchun mukofot ekanligini qalban his etmoqda edi. Ey odamzod, hurmatli, e'zozli zulmkor bo'lishdan saqlan. Poklik keltiruvchi, mehr ulashuvchi bo'lsang-ku, seni oyoq osti qilsalar qayg'urma. Illo inson adolatsiz, yaratgan esa haqiqat adl sohibidir. 2005-yil. Marhabo Sobijanona.